Men sovuq kunlarda ham shunaqa kofelarni ichib, bemalol ko'chaga ishlarim bilan chiqib keta olaman. Aksirganimda, yo'talganimda peshob ishlab tura olmaslik muammosi umuman meni bezovta qilmaydi. Men doimiy ravishda hayot tarzimga intim gimnastikani kirgizganman va doimo intim gimnastika bilan shug'ullanib yuraman. Men Madina Junaydullayevna intim gimnastika, integrativ ginekologiya, ayollarni sog'lomlashtirish, tug'ruqdan keyingi tiklanish, er-xotin munosabatlarini mustahkamlash bo'yicha xalqaro diplom sertifikatiga ega coach trener hisoblanaman. Shu kungacha 5000 dan ziyod ayollarimizni tabiiy yo'l bilan sog'liqlarini tiklashlariga yordam berib kelaman. Men siz uchun 3 kunlik mutlaqo bepul vebinar tashkil qildim. Siz shu 3 kun davomida agar sizda peshob ishlab tura olmaslik, ya'ni aksirganda, yo'talganda peshob chiqib ketish muammosi bo'lsa, buni qanaqa qilib tabiiy yo'l bilan bartaraf qilish yo'llarini, texnikalarini o'rgataman. Vebinarimiz mutlaqo bepul, lekin vaqtimiz chegaralangan. Vebinarda ishtirok etish uchun hoziroq ro'yxatdan o'ting.